Hammaga xayrli tong. Bu gullarni ko'ryapsizlarmi? Shofyorim menga ilinib, o'zlarini bog'lardan olib kelibdilar. O'zlarining uylarida shunaqa gullar o'sar ekan. Qaranglar, qanaqa chiroyli. Buni hidlari ham shunaqa shirin. Ani qalbi go'zal insonlarni qalbida bo'lmoq go'zaldi, bekorga yetishmaydi-da. Qaranglar, ertalabdan zo'r kayfiyatim ta'minlandi-da kun bo'yi. Rahmat kattakon. Sizlarning ham kuninglar zo'r o'tsin. Ertaga Xudo xolasa Yaponiyaga ketamiz. Ketar chog'imiz vitaminlarga boy bo'lish uchun gilos o'g'irlagan keldik. Mana daraxtga o'tirib olib, takoy kelamiz ham. Qalay Shirin akam? Da. Qaranglar. Wow. Mazza. 25-mayda nimalar bo'ladi? Bugun juda ham ko'p qizlar xotincha xunuk makiyaj qilib kelishadi. Qop-qora junli oyog'iga oppoq apron-kit keladiganlar ham topiladi. Bolalar qattandir kaptar ko'tarib kelishadi. Maktab bilan xayrlashib qo'l silkiymiz. Mana bola qo'l silkib xayrlashmasa ham bo'rardi, hidiga ko'nglim aynib ketdi. Bugun qizlar hayotidagi eng xunuk raqsga tushishadi. Bolla yemagan hazillar qilishadi. O'li agar 11 yildan beri bu hazillarga tushunmay yuribman. Keyin mahallaning eng g'iybatchi xotinlari kelishadi. Bilasizlarmi nimaga kelishadi? Shokir akaning qizini ham yozing. Valsda biridan ushapti. Biridan ushadi. Endi kelin qilmaymiz. Vals tushganlarni yozib olgani. Bugun itga ham, bitga ham faxriy yorliq beriladi. Shodiyori 11 yil o'qib birinchi olgan faxriy yorlig'i shu. O'qituvchilar 25-mayda hech qayerga bormasligimiz haqida tilxat yozdirib olishadi, lekin hamma boradi. Bugun bolalar maktabni bitirganiga xursand. Qizlar bo'lsa doimgidek yig'laydi. Hamma yo'qolib ketish yo'q, xabar olib turamiz, oqibatni yo'qotmaymiz deb va'da beradi. Lekin foydasi yo'q. Bularning ota-onasining ota-onasi ham va'da berib yo'q bo'lib ketgan. Bugun hamma bir-biri bilan xayrlashadi, chunki bugun oxirgi kun. Lekin ertaga ona tilidan imtihonda hammamiz ko'rishamiz. Hali yana 10 ta fandan imtihon topshirgani kelganda ko'rishimiz kerak. Oxirgi kunmish. Sinfdoshim, qayerda bo'lsang ham mana shu qora ko'zlarni unutib olma, xo'p? Oylik ishda endi mashinaga pul yig'sam bo'ladi. Menga ovqatning kiyimi bor ekanmi? Mashinaga pulni keyingi oydan yig'a qolaman. Gap pulini yig'amiz, ber. Bu galgi oyligim ketdi. Yo, maqsad mashina olish. Ol o'rtoq, bir xil bo'lib yuramiz. Ol o'rtoq. Bering. Bekor pul qistiribman-da. To'yanaga ham pul ber, to'yanaga ham. Yo, meni oyligim o'zimga qoladimi, o'zimga? 3 oyda aniq qaytarib beraman, berib tur. Men kakrasanga beraversam, o'zim ishlatib qo'ymayman. Iloyim, hammaga shunaqa lo'q dugonalar nasib qilsin. Oyi, meni yiqqan pullarim qani? Sarpinga narsalar olib bordim. Men pulga mashina olmoqchi edim. Yo, bu yerda pul yig'ib olmaydi. Chetga ketaman. Endi men Rossiyadaman. Start program orqali. Bu xalqaro loyiha aynan biz 16 yoshdan 22 yoshgacha bo'lgan qizlarga mo'ljallangan. Birinchi kunyo HR mutaxassislar bizani kutib olib, hujjatlar bilan yordam berib, hamma savollarimizga javob berishdi. Bu programma bo'yicha 6 xil yo'nalishda ishlash mumkin ekan. Catering, servis va mehmondo'stlik, ishlab chiqarish operatori, avtotransport haydovchi, montaj ishlari, ta'mirlash va pardozlash ishlari. Men catering yo'nalishini tanladim. Endi men professional oshxona jamoasida ishlayman. Xizmat ko'rsatish, taom tayyorlash, eventlarda qatnashish. Eng yoqqan joyi yashash joyi bo'ldi. Yangi, zamonaviy, yotoqxona toza, oshxonasi jihozlangan, hatto dam olish xonalari bor. Menimcha bu yerda juda ham ko'p do'st orttiraman, chunki start program bo'yicha 40 ta davlatdan kelgan ishtirokchi qizlar bor. Yashash joyi ish joyiga yaqin, transfer bor, xavfsizlik yuqori darajada. Uchib kelish biletingiz va sug'urtangizni ham kompaniya o'zi to'lab beradi, so'ra. Oy, men keldim. Oy, kakras, seni pulinggacha seningdan to'yini qilamiz deb plan qilganmiz. Chiqar pulni. Men ketdim unda. Qayerqa ber pul? Yo. Qayerqa to'xt? Yo. To'xta dedim. Qayerqa to'xta? Zakirova, qo'lingni to'g'ri qilib o'tir. Menga shu ustoz senga yopishib olgan. Sani kelin qilmoqchi bo'lgan o'qituvching. Mana shu qizga seni uylantirmoqchiman. Qo'ying, oyi, o'z tanimagan qizingizga meni uylantirmoqchimisiz? O'quvchim 2 yildan keyin maktab bitiradi, zato o'zim kontrolga olganman, yo'q qo'ymaysan. Hamma o'g'il bola, qiz bola o'tirasan, sen bu bilan o'tirasan, sen Ravshan bilan o'tirasan, Zakirova sen o'zing o'tirasan. Zakirova nima qilib ketdi? Norin. Ha, yaxshi ishlar ham yaxshilab o'rgatgan o'qituvchisi. Zakirovaga 3 qo'yib yuborasiz, to'zi. To'rga tortadi-ku.
Hozir unga yaxshi baho qo'yadigan bo'lsangiz, o'qishga qiziqib qoladi. Instagramman deydi. Menga uni qiz kerak emas. Men o'zim kelin qilmoqchiman. Ana yuziga ham uch qo'ydirib kelaman. Qo'yib olibsiz-chi? Zakirova, doskaga chiqing. O'zbekiston madaniyati juda ham qadimiy tarixga borib taqaladi. Qadriyatlarimiz Boshini yurarkan yaxshi. Bu meni o'g'lim Iskender Buildings'da yangi mezbon loyihasidan uyagan. Aytmoqchi bo'lganim, kimni kelin qilsam alohida chiqara olaman deydi Zakirova. Zakirova san qolasan. Voy, ustozim aybish qildimi? Hamma bola ketvasin, keyin keturasan. O'g'lim rashk qiladi-da. Zibo, maktabimizgacha suvchilik kelishibdi. Sani sinfingni so'rashyapti. Yo'q, qani yuring-chi. Mana qiz qanaqa? Juda yaxshi oiladan, to'g'ri tanlov. Bunisi-chi? Bu ham rosa odobli, aqlli qiz. Bunisi-chi? Yo'q, buni kelin qilmaylar. Tishini yuvmasdan keladi. Maktabdagi hamma bolalar bilan gaplashtirishgan. Qo'rovlaka ham qolmaganlar. O'z damas taqatmaydi. Hamma damaschilar bilan gaplashgan. Umuman buni kelin qilmaylar. Astag'firullah. Kim shu qizni kelin qilar ekan? Hattoki tishini ham yuvmasa ekan bu. Voy, nima hamma meni yomonlab ketyapti? Endi meni kim kelin qiladi? Xafa bo'lma qizim, men seni kelin qilaman. Rosa kelin qilasizmi? Men kelin qilmasam seni hech kim kelin qilmaydi, bilib qo'y. O'zimni hayotimda baxtli yashayotganimda oyim kirib kelib, Zebo, mana bulargani buvingga olib ber. "Yo'q, qo'rqaman." Toyning ketganmi? Ne qo'rqasan? Qo'rqmayman, men itni ishlatadi. Nimaga hamma bularni uyi qo'rqinchli bo'ladi? Bu mana idishinglar, men ketdim, bo'pti. Kakrasanga ozgina ishi bor edi. Ozginami? Ozgina. Ishlar yuvib bo'ldim, bo'pti. Endi gilam yuvamiz. Bu nima foydasi bor? Yomg'irda gilam yuvishi. Foydasi kerak emas. Sen ishlasang bo'ldi. Bu bo'ldi, endi ketirsam bo'ladi? Ha, faqat mashlar chop berib ket. Chopib bo'ldim. Kakras jiyanlaring sen bilan o'ynamoqchi. To'g'ri, yuring. Yo'q, qaytaman. Qachon? Tog'ingda bitta iltimosi bor ekan. Shu mashinasini yuvib ber. Yaxshilab niyat qilib, menga ham nasib qilsin deb yuvibdimi? Endi ketirsam bo'ladi, ha? Ha, ketaver. Iftorlikka ovqat qilmadim. Zebo ovqatga borib kelsinlar. 8 soat kutamiz, men kerak emas. Yandex.Go lavka bo'limidan zakaz qilsang 15 minutda keladi. Zebo 50 promo kodi bilan birinchi buyurtma uchun 50% chegirma bor. Dastavkasi ham tekin. Baribir do'konga ham chiqib kelishingiz kerak. Lavka bo'limida magazindagi produktlarni ham zakaz qilsa bo'ladi. 24 soat ishlaydi. Senga qolib ketma dedim. O'tirishingni qara, yalpayib. Voy, maqtab tashlayman, nimalar qilganimni aytib. Bu qizingchi odam bo'lmaydi. Bir tiyinga qimmat ekan. Bitta qo'ldan ish kelmaydi, bilasanmi? Umuman ovqat qilishni ham bilmaydi, uy yig'ishtirishni bilmaydi, bolalarga qarashni bilmaydi. Ertaga yerga bersang, ajrashib qoladi. Boshingga Umid aka, turing, choy tayyor. Bo'pti, qachon kerakni kechir endi. Bir-birimizga qishla qilmaylik, mehribon bo'laylik. Yur, sen ish ko'rgan san olib kelganman. Ketdim. Eshitchi bering. Ha, bo'pti, mana, yur. Ketdim. Zibo. Nima? Ya, kerak emas. Tur ko'chaga chiqib o'yna, uylarni yig'ishtirishim kerak. Tur. Varey Yasimon. Bu varey hali fadolarni zabt etadi. Zebo, kopda o'ynamaymizmi? Da? Davay, qani koptu? Mana faqat ozgina naski. Chanqadim, nimadir ichaylik. Men uydan suv ichaman. Ketdim magazindan, kola olib ichamiz. Yana sovuq suv ichmassanmi? Qani oldimga kel. Borsam urasdi. Hozir oldimga kelsang urmayman. Alda babur uribdilar-de. Qochishini qara buni, hayvon. Ketdim men uydan pomidor bilan non olib chiqmayman. Kakras seni qidirib yurdim. Uyga kirib ko'chaga chiqmaysan. Hozir uyda o'tirganda ko'chaga chiqarvordingiz-ku. Shunaqa ko'chaga chiqib kelganda seni uyda o'tkaztiraman. Yur. Uf, cho'g'i salkam bo'lib qopti-de. Bo'laveradi, pishsa bo'ldi. Pensiyalar keldi, pensiya. Pensiya, buvimga ketdim. Jonim, o'zim va jannatim, yaxshiyam borsiz, boringizga shukur, sizni juda ham yaxshi ko'raman. Oho, navarangizni juda yaxshi ko'rar ekan-a? Navaram bo'lgandek yaxshi ko'radi. Aytgancha, bu oy sizga pensiya yo'q, shuni aytib qo'y degandim. Nimaga keldim unda? Oling qo'lingizga. Shuncha o'g'ri bo'lib kelib o'tiribman. Jinnivoy. Voy, Zebonada seni chiqdi. Kim qo'ydi?
bilasizlarmi, yosh bolaga bu narsa qanaqa ta'sir qiladi? Axir bu zo'r-ku, endi odam xohlagan narsa olib beradi. Qanday baxt. Nega hamma adala shom payti ichib kelarkan, ha? Obbo, yana ichib keldingizmi? Hech bo'lmasa ro'zg'orga pul olib kelgandirsiz. Bir so'm pulim yo'q. Hammasiga qizimga narsa olib berdim. Zebo, dini pul so'rasanga beradilar. Bo'l. Ada, pul bering. Bo'ldi ona qizim. Hamma pul seniki. Mana. Qo'lingni yag'rini qara. Qani yur cho'milamiz. Pul ol bu yoqqa. Yaxshi, Yur dedi, tish oldinga. qaynog'aga suv. Bu yag'rini ketqashga bu suv ham sovlik qiladi. Sandalga 1 soat boshing tiqsang quriydi. Endi ko'chaga chiqarsam bo'ladi? Ruxsat beraman, agar kiyimini qirqsang oyog'ingni urib sindiraman. Men yangi kiyimimni kiyib chiqdim. Endi quvlashuvchi o'ynaymizmi? Da'vo qo'ying. To'xta. Oyimdan o'laman. Sen jiddisanmi? Oyim murshalla ozgina qorong'u tushsin, keyin ketaman. Ko'rinmaydi deyman biloy. Как раз svetam o'chibdi. Chapillamay podvoldan chiroqni olib chiq. Tur. Mana. Ay, keldingmi? Ha, barakalla. Sen yana ustingni qilqildingmi? Shoshmasdan chiq. Sog'indim onajon, osmondagi sevgilar hamisha bo'lsin yondosh bolaligim. Men bu koftani 99 mingga olganman. Wow, qayerdan? Men 69 mingga olsa bo'ladigan joyi ham bilaman. Hammamiz bir xil qilib olaylik. Faqat 40 kunda keladi-da. Kilosini nech puldan olsan? 8 mingdan. Voy, men 4700 dan olsa bo'ladigan joyi bilaman. Voy, davay ishla olaylik. Faqat 18 tonna olish kerak-da. Bore, bo'lmasa. Avtobus metroligi nech pul to'layapsizlar? Hamma qatori 1700 so'm. Ama cashbackga hisob qilganda 650 so'm to'layapman. Yana ko'p narsa sotib olish kerakmi? Yo'q, shunchaki uzun kartasidan foydalanish kerak. Aytsa Toshkent metrosida ham, avtobuslarda ham amal qilyapti. Birinchidan uzun kartasini bepul va tez chiqaramiz, to'ldiramiz va uzun bank ilovasidagi QR kod orqali to'laymiz. Endi esa uzun plastik kartasidan ham foydalanishimiz mumkin. Cashback bilan narxi 650 so'm, tasavvur qilasizlarmi? O'zining bilan bir vaqtda homilador bo'lsang, nimalar bo'ladi? Endi ikkalaylar ham ishlamasdan qaynonanglarni ishlatsanglar bo'ladi. Yetmaganiga ikkalaylarga 2 xil narsa yoqadi-yu. O'sinjon, kirlarni yuvishga yordam berarsiz balkim. Voy, homiladorman-de. Voy, qarang, bilmayman. Qarangchi, men ham homiladorga o'xshamayapmanmi, mabodo? Balki siz semirgandirsiz, prosta tekshirib ko'ramizmi? Oyjon, ota hovlimi hidiga boshqarog'i bo'ldim. Borib kelsam bo'ladimi? Voy, aylanib ketay, boring. Oyjon, men Fransiyadagi Eyfel ishiga boshqarog'i bo'lganman, bormasam bo'lmaydi. Eyfel? Mana, Eyfel ham tunukadan yasalgan. Mana, hidlab yurasiz. Yaxshi tomoni, ering endi bitta o'zi narsa qidirmaydi. Siz nimaga chiqaryapsiz eringizni? Balchiq xillagim keldi, o'zingizcha. Ha, endi bahorda yo'q narsa shu tarvuzda. O'z joyiga ham kelyapti, prosta ovora qilishmasdi-da. O'sinim o'zi hamisha o'ziga qolib ketmasligi uchun homilador bo'lib oldi. Men nima qilsam shuni qilyapti. O'sinjon, kechasi qanaqa yotibsiz? Siz ham tefotdimi bolangiz? Qanaqa ko'tarib yuribsiz buni? O'zi nima ichvasiz? Elevit ichyoman. Homiladorlikda kerak bo'ladigan hamma vitamin va minerallari bor. Sizga ham foyda, bolangizga ham foyda. Buni ichsangiz, xudo xolasa bolangiz to'g'ri rivojlanib, sog'lom tug'iladi. Siz ham iching. Endi butun mahallani qiladigan bittagina ishi bizani tug'ishimizni kutish. Qachon tug'asizlar endi? Tug'a qolinglar endi. Xo'p, tug'amiz. Voy, sizni qoningiz vahshiy katta ekan. Ikkita tug'ing. Bo'ldi, shunaqa qilaman. Nima qilishni bilmay yuruvdim-da. Ana hammasi tugadi. Bir amallab qutulib oldik. O'zi ham bir kunda farzandinglar 3 kiloyi 200 tug'ildi. Farzandinglar baquvvat va sog'lom. Chunki oyijon bizga elevit ichirganlar. Shu elevit oyim paytlarda bo'lganda bormi? Men ham sog'lom tug'ilardim. Tak. Bugun oyim bilan Xorazm milliy taomi ijjon tayyorlaymiz. Sizlar ko'rib turgan shu go'sht qo'rilmaydigan, qaynatilmaydigan, shunaqa xomligicha yeyiladi. Agar sizlarga ham qiziq